Assalomu alaykum muojjatki qarindoshlar, yaxshimisizlar? Hozir hammanglar ko'rib turgandek o'ttirliqda birlari paydo bo'ldi. Uyg'urlarga markaziy bir yerdan boshquradigan bir hukumat qurib beramiz deb. Uyg'urlarning surgunda hukumati yo'qmi? Bor. Amerikada 2004 yılı kurulgan, 2019 yılı bir saylam ötküzdü. Bir yıl yani saylam ötküzmekçi. Bütün devletler verip, şu devlet Uygurlarını yığıp, ulanın köz berişi bilen şulağı yaraydıgan milletvekillikki ilip, şular bilen birlikte bir yıl 11. ayının 12'si yanı saylam ip vardı. 4 yılda bir saylam. Şunu nim deymiz? Xalq saylab bergan milletvekillari bilan o'tkazilgan saylam degan shu xalqninki ideyasida o'tgan, xalq ma'qullagan bir saylam bo'ladi. Endi bu o'tirliq chiqib olgan xalq saylami qilamiz, markaz birlik quramiz deganlar kimlar? Desak, bular bilan bir tanishib chiqaylik. Bularning boshlig'i Nurgul Savodki. Nurgul Savodni hammanglar tanıysizlar. 2018 yılı 100 bin kişilik imza etiş faaliyeti bo'lgan chaqda Şinjan deb imza atamiz deb nurg'un qalaymaqonchiliklarni selib oxiri mag'lub bo'lib o'tlagan ayol shu 12 bin imzo bilan to'xtab qolgan bular. 108 bin kişilik imzo bilan Sharqi Turkiston deb degan imzo bilan Salih Xudoya bu imzoni Aksaray'a kirgizdi. Qarindoshlar, Şinjan degan imzo Aksaray'a kirsa yaxshi bo'lardi, ya Sharq Turkiston degan imzo Aksaray'a kirsa yaxshi bo'lardi. Bu xotin shunda buzg'unchilikni qilgan. Endi o'ziga kelsak, o'zining kimligiga. Mushi yeshiq kelgichi birmi Uyg'ur bilan to'y qilib boqmabdi. Necha qitim to'y qilibdi bo'lmasa boshqalar bilan. O'zining naslininki nim bo'lib ketishiga chatqi yo'q. Millat so'ya bo'lyapti hozir. Xalq so'ya bo'lyapti. Ko'rdinglarmi? Mandamı pərdəsi qoğulamdı inşallah. Suret qaranlar qarindaşlar. Bu Tayvan'da, yani Tayvan'daki Demokrat Xitaylarınki fondi cemiyetine düşken suret ana o. Bu surette Uygur Hörlük Mumbiri dep bir teşkilat var. Germaniyadaki o Ümit Agay'ın kurgan. Bu mu bakken Nurgul Saud ba Enver Tohti dep o Angliyadagi Hristiyan bo'lib ketgan Enver Tohti bor ekan. Bu Enver Tohti degan o Erkin Abdulhamidninki ko'langi hukumatining a'zosi. Bular Tayvandagi Demokrat Xitoylarninki fondi jamiyatidan yordam ilib kelib Uyg'urlarning ichiga kirib biz mustaqillik uchun harakat qilamiz. Biz hukumat quramiz deb bu harakatni qilibdi. Tayvan demokratlari pulni berib, bularga sizlar mustaqil bo'linglar deb yordam qilamish. Ularning beshida har chiqyapti-da. Ular o'zi demokrat harakatni qilib, bularga sizlar mustaqil bo'linglar deydigan. Bu Xitoylarninki ichida shunda Xitoylar bormi? Bir nim desa bular nim deydi? Desa dushmanning dushmani bizning do'stimiz deydi. Komünist Xitoyning dushmani demokrat Xitoylar bizning do'stimiz demakchi. Uni mi ko'rgan ku biz? İkinci Cumhuriyet'te Gomindan'dan düşmeni Gongsandan dep Gongsandan olan dost olup Gongsandan ne mümkün gösterdi hazır. Endi Gongsandan'ın düşmeni
demokrat Xitaylar deb ular do'st bo'lsak, ular mumkin ko'rsatdi ayta. Bunga diqqat qilaylik-da. Endi bu yerga maqsad bularning nima desak chiqib aytgan chog'da, shu Amerikadagi Uyg'urlarning surgunda hukumatini yo'q qilib o'tish. Shu Tayvandagi Xitoylarning kontrolligidagi bir kelmaydigan bir nimani o'ttirliq paydo qilish. Endi bu hürlik munbiri kelsak, hürlik munbiri tashkiloti bultu 5 ayda o'sha İstanbulda bir yig'in ochdi. Türk jamiyati tashkiloti degan turklar bilan birlashib. O Türklerning o tashkilotining kaydida Türk istixboroti bor. Bular birlashib, mushu Amerikadagi Uyg'urlarning surgunda hukumatini yo'q qilmoqchi. Türkiye kozur qiladi, anda hukumatdan birini qursa bular. Xitoy ayadin kontrol qiladi. Shuning bilan Jongnan qaydagi kommunist Xitoylar xotirjam bo'ladi. Amerikadagi bu hukumatni, ya'ni bizningki surgunda hukumatimizni Amerikaning qo'llab ketishidan ansiraydi Xitoylar. Xitoylar o'zi kelib bizga bizning mustaqilligimiz uchun bizga bir markaziy hukumat qurib bermaydi. Mana shunga o'xshash Xitoyning homiyligida yuradigan ancha pokiz bo'lmagan odamlarni ishga soladi. Xuddi o inson huquq tashkilotlarini ko'rdik-ku necha vaqtingizda. Ma'lum bir yerlardan pul ilib, bu yerda Uyg'ur mustaqil bo'lishni xohlamaydi deb, Uyg'urning qishig'i chiqib, bizning maqsadimiz mustaqillik deb aldab keldi-ku. Endi shulardan chiqib qolgan odamlarni mala ikkinchi bo'lib, Xitoy demokratlarini qishig'i verib, biz demokratiya yo'liga mangimiz deb, Uyg'urlarning qishig'i chiqib, biz mustaqil bo'lamiz deb, mandak oldi. Ularning Xitoy demokratlarining homiyligida. Demak, xalqni nadan ko'rdi, qanday qilsak bo'laverdi deb o'ylaydi. Xalq uyg'onib ketdi hozir, bularninki aldishiga ketmaydi deb o'ylayman men. Ketgan bo'lsa 2018-yili ashlarninki Xinjiang deydigan imzosiga imzo etib, ularning ishini ish qilib beraverdi. Xalq uyg'onib ketdi, ketmaydi ular. Lekin bular tirishib baqatda buyruq bo'lgandan keyin. Ya'ni bularning tashviqotini qilayotgan birisi bor. Turkiyada Hamid Uyg'ur degan shoir. Onunki deyishcha u vatanda bak uzoq turmadi yetib ekan. Keyin qog'ozi yo'q. Mushu Sharqiy Janubiy Osiyolarni aylanib Turkiyaga kelibdi. Chuvinmi o'tolmaydigan chegaralardan o'tib, necha chegaralardan. Bu kulkilik işte. Nimishki bu da kulkilik deyse desanglar qarindoshlar. Ben tünügün ma Şöhret Oşur'nunki bir xabarini ko'rdim. Qisqa video ekan, Yusufjon degan birisi bilan so'zlashibdi. U Yusufjon degan qarmayliqga. O'z vaqtida 2-20 yil turimi deyotganki, turumidan chiqib Xitoy istixborotiga vatanda ishlaganki, keyin jasuslikqa chet elga chiqarganki. Afg'onistonda Uyg'ur mujohidlarni izlab yurib kelib topolmadim deydi, rasmiy muxmidoq shu qisqa videoda shu gaplarni qildi o'zi. Demak, bu turmaga kirib chiqdim degan odamning hammasiga ishonishga bo'lmaydi ekanda. Ishonganlarmi bor, hamda sarxillarmi?
To'lisi shu turmaga kirganda yasilib, jonsho qilinib chiqadi. Endi bu Abdulhamid kelsak Turkiyaga kelibdi, Turkiyada istixboroti tarafidan turmoq tashlanibdi, ya'ni chiqibdi. Endi bu qog'ozimi yo'qki? Bu u Turkiyada osmonga chiqolmaydi, ya kirolmaydi, ya chet elga chiqolmaydi, ishimi yo'q qoldi. Bir tarafi Turkiyadanki istixboroti tarafga ishlasa, yana bir tarafi mana Nurgul Saat ishlayapti. Tunigun nima deydi teqi u ekranga chiqib, mukofot taqtirgan faoliyat ib bormiz deydi. Xalqni pul bilan aldamoqchi bo'ldi. U pul nereden keladi? Bu qog'ozi yo'q, bu yalang'idaq odamning haqqi mukofot bergidek puli bormi? Shu Tayvandagi demokrat Xitoylarninki fond jamiyatidan keladi. O pul. O aşağıdan keladi. Demek bu chet eldagi Uyg'urlarni kontrol qilib, bir qotanga solamoqchi. Indigenuslarninki qo'tondan tushib qolganni bular solamoqchi. Ashuna qilib bir zamonni o'tkazib, bir töhfa ko'rsatib beradi Xitoyga. Boshqa ish emas. Bunga diqqat qilaylik qarindoshlar.